Qozog'iston xalqaro standartlashtirish tashkiloti faoliyatida faol ishtirok etadi. ISO bosh kotibi Serxio Muxika ta'kidlagani kabi mamlakatimiz 172 a'zodan biri sanaladi. Qozog'istonlik ekspertlar 150 dan ortiq texnik qo'mitalarda ishlamoqda. Bu esa standartlarni ishlab chiqishda milliy maqsadlarni hisobga olish imkonini yaratadi. Bundan tashqari Qozog'iston standartlashtirish sohasida Markaziy Osiyo davlatlarini birlashtiruvchi maydonchaga aylandi. Mintaqaviy hamkorlikni, xalqaro tuzilmalarda ta'sirini oshirdi. International standards are a real Xalqaro standartlar universal til bo'lib, uning doirasida butun dunyo ekspertlari texnik tavsifnomalar va mahsulot, xizmat yoki tartibga talablarni kelishib oladi. Bu esa shu yerda Qozog'istonda ishlab chiqarilgan mahsulot uchun jahonga eshik ochadi. Mamlakatingiz ISO tarkibidagi o'ta faol va manfaatdor ishtirokchi. Tashkilotimizda 800 ga yaqin texnik qo'mita hisobga olingan. Qozog'iston shundan taxminan 150 tasida ishtirok etadi. Bu sezilarli ulush, lekin ko'rsatkich emas, balki qo'mitalar iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyot borasida mamlakat maqsadlariga muvofiq kelishi muhim. Theme of your strategy for economic and social development.